Chupa Chups, doimiy xursandchilik. Davlatlar haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Agar siz hozir kanalimga obuna bo'lsangiz, men mushuklar uchun 1 gram yegulik ajrataman. Har bir yangi obunachi mushuklarga 1 gram taom degani. Demak, agar ushbu videodan 1000 ta obunachi kelsa, bu 1 kilogram yegulik ajrataman degani. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling, mushuklarni to'ydiring va meni bankrot qiling. Dunyodagi eng kichik davlat Vatikan hisoblanadi. Dunyoda 43 ta qirollik davlatlari bor. Rossiya eng katta davlat hisoblanadi. Aholisi eng ko'p davlat Hindiston. Avstraliya kontinent ham davlat ham hisoblanadi. Kanada eng uzun qirg'oq chizig'iga ega davlat. Eng yosh davlat Eritreya hisoblanadi. Eng ko'p aholi zichligiga ega davlat bu Mongoliya. Buyuk Britaniyaning ichiga 4 ta davlat kiradi. Madagaskar multfilmining nomi davlatdan olishgan. Eng ko'p buddalar Laosda joylashgan. Kolombdan avval Amerikaga vikinglar borishgan. Shvetsariyada rasmiy poytaxt mavjud emas. Yaponiya o'zining anime dunyosi bilan juda mashhur. Vulqonlar davlati AQSh hisoblanadi. Sudan 2011-yilda 2 ta davlatga bo'lingan. Dunyoda 9 ta davlatda atom bombasiga ega. Braziliya futbol bo'yicha eng ko'p jahon chempionligini qo'lga kiritgan. Shimoliy va Janubiy Koreya oldin bitta davlat bo'lishgan. Eng birinchi sivilizatsiyalar Misrda boshlangan. Isroil va Falastinning poytaxti bitta, ya'ni Quddus. Juda ko'p sayyohlar tashrif buyuradigan davlat bu Fransiya. Boliviyada juda ko'p rasmiy tillar mavjud. Koreyaga ko'p turistlar K-pop va drama sababli borishadi. Kanadada 2 milliondan ortiq ko'llar mavjud. Chili uzunlik bo'yicha chempion hisoblanadi. Birinchi kakao Meksikada chiqqan. Pokiston va Hindiston ko'p yillar davomida urushib kelishmoqda. Turkiya 2 ta qit'ada joylashgan. Eng ko'p immigratsiya qilinadigan davlat bu AQSh. Italiyada 60 dan ortiq UNESCO meros obyektlariga ega. Eron 2500 yildan ortiq tarixga ega. Afrikada eng ko'p aholiga ega davlat Nigeriya hisoblanadi. Eng katta neft zaxirasiga ega davlat bu Venezuela. AQSh harbiy asbob uskunalari soniga nisbatan eng boy davlatlardan biri. Tailand yagona mustamlakaga aylanmagan Osiyo davlatidir. Islandiya vulqonlar va geotermal energiya mamlakati. Kuba mamlakatini sigaretlar vatani desak ham bo'ladi. Singapur ham davlat, ham shahar hisoblanadi. Shimoliy Koreya dunyodagi eng yopiq davlat hisoblanadi. Eng baland bino Dubayda joylashgan. Biz bilgan o'sha Everest tog'i esa Nepalda joylashgan. Shvetsiya Ikea va Volvo brendlarini vatani. Finlandiya dunyodagi eng baxtli davlatlardan biri hisoblanadi. Smurflar multfilmini belgiyalik rassom chizgan. Chexiya eng ko'p pivo iste'mol qiladigan mamlakat. Makedoniya davlat nomi Aleksandr Makedonskiyga bag'ishlab qo'yilgan. Gruziya vino ishlab chiqarish bo'yicha eng qadimiy davlatlardan biri hisoblanadi. Armaniston xristianlikni davlat dini sifatida qabul qilgan birinchi davlat. Efiopiyada kofe kashf qilingan. Janubiy Koreya texnologiya bo'yicha yetakchi davlatlardan biridir. Antarktida o'zining aholisi yo'q bo'lgan yagona qit'adir. Avstraliya o'zining Sidney bilan mashhur. Bangladeshda 160 milliondan ortiq odam yashaydi. Kosta-Rikada armiya yo'q. Eng xavfsiz davlat Islandiya hisoblanadi. Tango raqsining vatani Argentina. Janubiy Afrika Respublikasida 3 ta poytaxt bor. Saudiya Arabistonda daryolar yo'q. Eng ko'p aeroportlar AQShda joylashgan. Yaponiya 6800 dan ortiq orollardan iborat. Misr piramidalar mamlakati hisoblanadi. Malayziya madaniyatlarining xilma-xilligi bilan mashhur. Boliviya 2 ta poytaxtdan iborat. Futbol poytaxti Buyuk Britaniya. Turkiya dunyoga qahvani tuhfa qilgan. Afg'oniston Osiyoni yuragi hisoblanadi. Qirg'iziston baland tog'lar mamlakatidir. Ozarbayjonni olovlar mamlakati deyishadi. Chexiyada juda ko'p qasrlar mavjud. Mozart vengriyalik bo'lgan. Belorussiya o'zining o'rmonlari bilan mashhur. Eng uzun Nil daryosi Afrikada joylashgan. Litva sobiq SSRdan birinchi bo'lib ozod bo'lgan davlatdir. Harry Potter Buyuk Britaniyaniki hisoblanadi. Yangi Gvineyada yuzlab tillar mavjud. Filippin 7600 dan ortiq orollardan tashkil topgan. Hindiston ko'cha taomlari bilan juda mashhur. Amazonka daryosi Braziliya, Peru, Kolumbiyada joylashgan. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi.
Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz. Kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Madagaskar noyob hayvonlarga ega. Indoneziya dunyodagi eng yirik orol davlatidir. Kanada dunyodagi barcha ko'llarning taxminan 60% ga ega. Nauru aholisining 95% ortiqcha vazndan aziyat chekadi. Liviya eng quruq mamlakat bo'lib, uning 99% hududini sahrolar egallaydi. Islandiya dunyodagi eng toza mamlakat hisoblanadi. Monako maydoni bo'yicha Nyu-Yorkdagi markaziy parkidan kichikroqdir. Eng xavfli davlat Afg'oniston va Kolumbiyadir. AQShda avval bolalarni pochta orqali tashishgan. Eng yuqori tug'ilish darajasi Afrikada ko'p. Rim insoniyat tarixidagi birinchi million kishilik aholi bo'lgan shahar. Taxminan 10% amerikalik fuqarolari hech qayerda ishlamaydi. Nyu-Yorkdagi ozodlik haykalini Fransiya sovg'a qilgan. Pentagon AQShda joylashgan. Niderlandiyani lola qizg'aldoqlar mamlakati deyishadi. Eng kam aholiga ega Afrika davlati Seyshel orollari. Marshall orollarida yadro sinovlari o'tkaziladi. Olmos konlari bilan mashhur demokratiya Botsvana hisoblanadi. Palau davlati suvosti dunyosi bilan mashhur. Qadimiy monarxiya sifatida mashhur mamlakat bu Tonga hisoblanadi. 301-yilda asos solingan eng qadimiy respublika San Marino hisoblanadi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim yoki nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.